Bugun ajoyib kun bo'ldi. Yozning issiq kunlaridan birida ertalab tong sahardan butun xalqning ovozi Toshkent bo'ylab yangray boshladi. Futbolga hamma ishqiboz, hamma teleekranlarning qoshida. Bir tomondan momaqaldiroq bo'lib yomg'ir yog'ib turdi. Bir tomondan odamlarning ovozlari momaqaldiroqdek gumburladi. Ha, o'zbek birlashsa butun jahonni larzaga keltiradi degani shu bo'lsa kerak. Lekin endi albatta bu kuchlik futbol tug'ilgan yurtlarning futbolidan darrov g'olib chiqishimiz qiyin. Lekin o'zbekda bir odati bor, maqoli ham bor. Yiqilgan kurashga to'ymas. Hali biz ko'rsatamiz, hali o'yinlarni xudo xolasa juda qoyil qilib o'yinlar o'ynaganimizni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Chunki butun mamlakat, butun millat sohiblari, butun qo'shni davlatlar hammasi sizlarni qo'llab turibdi. Assalomu yigitlar, sizlarga ham aytadigan gapim bor. Biz chollar hammamiz to'planib turib, endi yaxshi bo'lishga, quloq solishga, sizlarni qandaydir e'zozlashga harakat qilamiz, hadeb tanqid qilavermasdan. Shuning uchun yana ham yaxshiroq o'ynanglar. Keyingi Portugaliyaga bir ko'rsatib qo'yinglar, bochkasini quchoqlab qolsin, pivalik, vinoli bochkalarini quchoqlab qolsin, yaxshilab uringlar. Iltimos, olg'a O'zbekiston, olg'a, olg'a, olg'a. Dadaxon Yoqubov, yana Dadaxon Yoqubov bilan Toshkent dam olayotgan paytimiz ikkinchi davlat shifoxonasidamiz. Har qalay yozda biroz dam olamiz. Futbol, futbol, futbol.